今天他不可爱。Bu yıl 19 yanvar günü Amerika hükümeti Xitayning Uyg'urlarning ustidan elib berayotgan vahshiyona bostirishlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan edi. Shundan keyin xalqaro taratqularda bu to'g'riliq jiddiy bas-munozirlar qaytadan o'tirg'a chiqishga boshladi. Xalqarodagi Uyg'ur masalasi bo'yicha nufuzli mutaxassislar va tadqiqotchilar buni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan mustamlik siyosatining ichinishlik yuzlanishidir deb atadi. Hozirgacha xalqaro taratqularda Xitoyning Uyg'ur diyorida keng ko'lamda elib berayotgan tutqun, majburiy emgak, jinsiy zo'ravonlik, tug'i cheklash, majburiy yotliq qilish, masjid, mazor va an'anaviy turalg'u uylarni chaqib o'tish qatorliq irqiy qirg'inchilik xarakterlik bostirishlari paketlik va hujjatlik shaklida oshkorlanmoqda. Xitoyning Uyg'ur elidagi yuqori besimliq bostirishlari va buning amaliy ifodalari yaqindan buyon TikTok qatorliq ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sin ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Mazkur sin ko'rinishlarda Uyg'ur eliga yerlashtirilgan Xitoy ko'chmanlarining Uyg'urlarning uylarida kerilib o'ltirgan mag'rurona qiyofatlari bilan uy egilari bo'lgan yerlik Uyg'urlarning tushkun ro'y holati ifodalangan. To'g'ri. 老公什么工作？ 没有工作。 Yana bir qism sin ko'rinishlarda Xitoy erlarining Uyg'ur oilalaridagi ona va bo'yiga yetgan qizlar orasida hayosizlik bilan ijib turgan ko'rinishlari aks etgan. 身体健康，事事顺利，牛年发大财，牛气冲天。谢谢大家，新年快乐，年快乐。 Yangidan tarqalgan bu sin ko'rinishlari bu yil Xitoyning Chag'on bayrami mezgilida tarqalgan. Bularning ichidagi yana bir qism sin ko'rinishlarda Xitoy erlariga majburiy yotliq qilingan Uyg'ur qizlarining Xitoy oila a'zolariga tizimlab salom qilayotganligi, hatto narsida kichik qizlarning Xitoy erlarining oldida yukinib ta'zim qilib turgan ko'rinishlari ko'rsatilgan. 心想事成，大吉大利，财源滚滚，事业有成，早生贵子，牛年大吉，牛气冲天。 Muhajiratga kuzatuvchilar va faoliyatchilar bu haqda fikr bayon qilib, navbatda Xitoy hukumatining hokimiyat imtiyoziga tayanib, Uyg'urlarni moddiy va ma'naviy jihatdan gumron qilishga urinayotganligini, rayonda keng ko'lamda Xitoylashtirish siyosatining yurgizayotganligini, bu sin ko'rinishlardagi Uyg'urlarning Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi elib berishidagi ssenariyalarida rol olayotgan artistlarga aylanganligini bildirmoqda. Muhajiratga Uyg'ur jamoati Xitoyning Uyg'ur diyorida elib berayotgan bu xil chekidan oshgan zulmlarga bo'lgan g'azab nafratini va andishlarni har xil usullar bilan ijtimoiy taratqularda ifoda qilmoqda.